Türkistan Teşkilatlar Birliği'den muhacirlarga köngül söz. Assalamu alaykum aziz ve muhterem qarindaşlarım. Xitay virusu tüm dünyada ve Türkiye'de kişilerin gündelik hayatı ve hizmet faaliyetlerini tesirge uçurtup, günden günge ciddi tehdit payda kılıvatıdı. Allah sizlerini, ailelerni, barlık halkımızını ve ümmetini bu vabadan qoğdugay. Ümitsizlikке baş egmey, bu vabadan saqlanish uchun imkoniyatning yetishicha chora-tadbirlarni qo'llanib, Allah bilan bo'lgan munosabatimizni kuchlantiraylik. İnşallah bu kunlarmu açıq bir aslim bo'lib o'tib ketadi. İjtimoiy munosabat va uchrashishlarning to'xtashiga ergishib, do'stlik va qarindoshlik rishtamizmi ojizlashib qolmasin. Telefon, tor vositalari orqali bo'lsa-mu, hal-ahvol so'rashib, suhbatlashib turaylik. Dava meselesiga kelsak, albatta bo'shashmay tirishchanligimizni davomlashtiramiz. Media, ijtimoiy taratquv va boshqa mumkin bo'lgan vositalardan eng yaxshi tariqada foydalanib, da'voga hassa qo'shishni davomlashtiramiz. Bu vaziyatda Turkiya va dunyoning har qaysi joylaridagi ijtimoiy tashkilotlar yaqindan kengashib, hamkorlashib, siyosiy harakat strategiyasi tuzib, da'voni ilgari surishga tirishchanlik ko'rsatyotdi. Buningdan xotirjam bo'laylik. Albatta hammaylar shaxsiy jihatdan qo'limizdan kelishicha tirishchanlik ko'rsatishimiz kerak. O'zaro qarindoshlik va do'stligimizni, inoq ittifoqligimizni texnik kuchaytiraylik. O'zaro qarindoshlik va do'stligimizga, inoqligimizga ziyon yetkazadigan gap so'zlardan saqlanishimiz, bu vaqtda fitna fasodlarning paydo bo'lishini to'sib qolishimiz, xalqimiz bilan tashkilotlarimizning munosabatini buzishga sabab bo'ladigan, ko'nglimizni ranjitadigan, umidsizlikka undaydigan gap so'zlardan saqlanishimiz ve etrafımızda bu xil illatlarning paydo bo'lishiga ham yo'l qo'ymasligimiz lozim. Xitoy virusining texnik keng tarqalishining oldini olish, xavfdan saqlanish uchun uyda turish, sirtqa chiqmaslik tavsiyasi va buyruqlar ta'kidlanyapti. Buningdan keyin sirtqa chiqishga cheklama qo'yish ehtimolligi bor. Bu vaziyat davomlashgan ahvol ostida muhojir qarindoshlarimizning turmush qiyinchiliklarining ehtiyojlarining ko'payishi ehtimoldan yiroq emas. Bu to'g'risida Sharqiy Turkiston Tashkilotlar Birligi va dunyoning har qaysi davlatlaridagi barliq tashkilot rahbarlari, ulamolarimiz va ziyolilarimiz bilan bu qiyinchiliklarni yengillatish uchun birlikda jiddiy harakat guruhi tashkilladi. Allah bu xizmat maqsad nishonga yetishga muvaffaq qilsin. Oxirida samimiylik bilan har qaysilariga shuni demoqchimanki, men va sabdosh ustozlarimiz xushallikda va qayg'uda xalqimiz bilan har vaqt bir safda turamiz. Qazinimizdagi tamoqni qarindoshlarimiz bilan tang bahramon bo'lishga, tashnash ekanligimizni bilib qilishinglarni samimiylik bilan izhor qilaman. Qarindoshlar aro do'stlikni kuchaytiraylik, moddiy va ma'naviy jihatda hamkorlashaylik. Allah hammamizning yor va yordamchisi bo'lg'ay. Oliy ehtirom bilan qarindishinglar Hidoyatulloh O'g'uzxon, Sharqiy Turkiston Tashkilotlar Birligi.